Akalar, hozirda Nexus olib kelib qolishdi. Ishani o'raylik, Navarotning o'ziga 1 million ketgan ekan. Akalar, mashinamiz 2017-yil avtomat коробка, 4-pozitsiya avtomat akalar. Salonda dicha turib ko'rsataman. Anaqa surpriz bo'lsin salon. Holati ideal, mes faralar. Endi 4-pozitsiyaga mashina, kapot, qanotda ozgina kraskasi bor ekan, ichiga o'tmagan, naryoqda dicha petnosi ham bor ekan, ozgina akalar. Mana nikkel avlisovkalar, avtomat коробка 4-pozitsiya mashina. Yurgan masofasi 160 ming kilometr, 166 ming yurgan akalar. Saloniga bitta kiraylik akalar, mana bunaqa qaranglar. Karbonli mazali, mers deflektorlar, mers rullar, monitorda ham haqiqiy Tesla'dan, yangi Tesla'niki necha olishgan ekan. Mana akalar, mana chexollari bor ekan, haqiqiy yaxshi chexollardan qilingan, polilar qilingan. Mashina holati yaxshi zo'r ekan. Men o'zim shu bo'lib qoldim akalar. Men qiziqarli joyi mashinani akalar narxini hozir o'ylab turgan bo'lsam kerak, bir 8 mingdan sizga dedim o'ylab turgan akalar uchun 7,5 mingdan deymiz mashina narxini. 7300 dan ozgina avtodasiya obunachilar uchun yo'lda qilib beramiz akalar. Nomerda aksiyada qoldirdim, bemalol aloqaga chiqib olasizlar.